Mana bugun ko'hna va navqiron Xo'jandda, Azim Sirdaryo sohilida Navro'z ayyomini nishonlash uchun yig'ilib turibmiz. Barchangiz ushbu davramizga xush kelibsiz. Uyg'onguvchi bog'larni kezdim, topay dedim qirdan izingni, yonog'ingdan rang olgan dedim, lolazorga burdim yuzimni. Uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? Mana bugun Navro'zi olam, mana bugun Navro'zi olam, do'stlarimga gullar tutarman, qaylardasan sevgili erkam, qo'limda gul, seni kutarman. Umrim bo'yi chorlab o'tarman, sen bahorni sog'inmadingmi? Do'stlar, bu she'rlar Abdulla Oripov, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov so'zlari. Abdulla Oripov bu so'zlarni yozganida Navro'z bunday keng tantanalar bilan nishonlanmas, hatto Navro'z so'zini aytishmas edi. Ammo shoirlarda bashorat bo'lar ekan. Hammamiz bilamizki, Navro'z qadim-qadimdan ajam xalqlarining bayrami. Shuning uchun ham Navro'zi ajam deyishadi. Ammo 2009-yil UNESCOning nomoddiy meros ro'yxatiga Navro'z kiritildi va Navro'zi ajam, Navro'zi olamga aylandi. Ana endi shoir Abdulla Oripovning so'zlarini yana bir bor eslang. Mana bugun Navro'zi olam, do'stlarimga gullar tutarman. Shoir hanuz o'tgan asrda yo'q, Navro'zi olam deb yozib qo'ygan edi. Barchangiz ushbu Navro'zi olamga xush kelibsiz. Avvalambor barchangizni O'zbekiston hukumati hamda vatandoshlar jamoat fondi jamoasi nomidan Navro'z umumxalq bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Bilamizki, 2021-yil 11-avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qarorlari bilan vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilgan. Ushbu fondning tashkil etilishining asosiy maqsadlari ham dunyoning qaysi bir mamlakatida bo'lmasin istiqomat qilayotgan tarixiy yildizi O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan barcha vatandoshlarimizni yagona vatanimiz atrofida jipslashtirish. Bugungi tadbirimiz ham mana shu prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarning ijrosi deb hisoblaymiz. O'ylaymizki, bugungi bayram barchaga yoqadi, ko'tarinki kayfiyatda bo'ladi. Chunki vatandoshlarimizni muhtaram prezidentimiz hamda umuman Tojikiston hamda O'zbekiston prezidentlari o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalarini davom ettirishni davomchisi sifatida bizlar shu yerda turibmiz. O'ylaymizki, mana vatandosh alohida e'tirof etishim lozimki, Xo'jand shahri, Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahridagi vatandoshlarimiz juda ham faol. Bu yerda ikkita jamoat birlashmamiz faol. Alohida e'tirof etib aytib o'tmoqchiman, So'g'd viloyati ma'naviyat ma'rifat markazi, So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyati bilan doimiy aloqalarimiz bor. Mana ko'plab tadbirlarda sizlar bilan doim ko'rishib turamiz. O'ylaymizki, keyingi tadbirlarimiz ham davom etadi. Barchangizni alohida Navro'z umumxalq bayrami bilan tabriklayman. Aloqalarimiz doim mustahkam bo'lsin, bardavom bo'lsin. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalariga ko'z tegmasin. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat.